Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini Amerikaning terrorlik tashkilotlar tizimidan chiqarganligini e'lon qilgan va Amerikaning bu harakati muhojiratda yashayotgan butun qarindoshlarimizni alohida so'yindirgan edi. Undaqda Amerikaning bu qarorni elishi bir tasaddibilikmi yoki belgilik bir tirishchilikning natijasimi? Buning orqa ko'rinishi zot nima? Bu vaqtda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori hurmatli Umar Qanat apandimni bugungi suhbatimizga taklif qildik. Hurmatli Umar Qanat apandim, alohida vaqtingizni ajratib bugungi programmamizga qatnashganligingiz uchun istansimiz nomidan sizga rahmat aytaman va programmamizga xush keldingiz. Ben rahmet etimen, köp rahmet. Hurmatli Umar Qanat apandim, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yaqinda tuyuqsizlar Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini Amerikaning terrorlik tashkilotlar tizimidan chiqarganligini e'lon qilishi chet ellardagi biz Uyg'urlarning qalbisida har xil savollarni paydo qildi. Buning ba'zilaridan sizning xabaringiz bor. Sizce Amerikaning bu qarori bir tasadduqlikmi yoki ma'lum bir jarayoni va orqa ko'rinishi bormi? Bu vaqtda oldi bilan ekran oldidagi ko'rmanlarga bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsak. Elbette bu kararın ki bir görünüşü var ve uzun bir ceryan. Bence bu 18 yıldan beri Şarkı Türkistan İslami hareketini şu terörlük teşkilatlar tizimlikinin çıkarış için Uygur faaliyetçilerinin ki elip bağın tırışçallıkının ki bir neticesi de qarayma. Şundakla bunu 18 yıl burun ilanılan hata bir kararının bekar kılınışı da qarasak buludu. Çünkü bu kararını ben tolumu keç ilingan bir karar da qarayman bu kararga. Aslında Amerika hükümeti yıllar burun Şarkı Türkistan İslami hareketini bu terörlük tizimlikinden çıkarıp etiş gerekti. Çünkü bu karar hata verilgen bir karar idi. Bu Xitayning talebi bisim bilen Xitay hükümetinin bu şu bisimi talebi bilen ilingan bir karar. Amerika'nın Şarkı Türkistan İslami hareketi ve bu hareketinin ki elip bağın faaliyetleri hakkında özü hiç kandak bir tekşürüş elip bağmasdan şu fakat Xitayning bergen ispatları, malumatlarına asasen bu Şarkı Türkistan İslami hareketinin terörlük teşkilatlar tizimdeki kirgizişi elbette Uygurlar için elbette naite hazırga kadar devamlaşıvatkan değil mi? Bugün mesela neçe milyon insan şu lagerlarda tutup turuluvatıdı, azap çekivatıdı. Muşu azap okubetlerninki, muşu facialarninki başlanışı da karsak buldu bunu hem de. Çünkü hazır muşu neçe milyon insanlı Xitay bu lagerlarda terörizmga karşı uruş ninki bir kısmı edip dünya cemaatçiliğe şunda da tırışıvatıdı. Xitay hükümeti bu karardan bek paylanıp ketdi endi. Bir tarafdan vatan içinde 10 minglığan Uygurni terörlükka çetip, solap, öldürdü. Mana bugün neçe bayam deginimdek neçe milyon insan hazır lagerlarda terörizm karşı uruş bahanesi bilen tutup durulatıdı. Yana bir tarafdan xalqara cemaatki Uygurlarni şu terörçi dep göstüp özününki mesela Garp devletlerine okşaş terörlük karşı uruşuvatkanlığını, terörlükke kurbanı boğanlığını ilgiri sürüp çetellerdeki Şarkı Türkistan Milli Azatlık hareketini mi paltılaşka, bunun aldığını tosaşka naite tırışçanlık gösterdi. Muşunun paylandı yani terörizme karşı uruşta. Rast yapını kısak, Amerika hükümetinin 2002 Ağustos ayda bu Şarkı Türkistan İslami hareketini terörlük teşkilatlar tizimdeki kirgizişinden keyin bolup mu BDT'da BDT bexatarlik kengişidi mi bu teşkilatni terörlük teşkilat deb qabul qilishdan keyin qilingandan keyin şu BDT bexatarlik kengişida uzun bir mezgilgacha dunyoda bir qaymoqish bo'ldi. Dünya cemaatçiligi hali qaymoqdi. Uyghur terörizmi, Uygurlarning terörlük hareketleri bilan teşkilatlar bilan bo'lgan munosabati dünya matbuotlarida keng o'rin erishga boshladi. Bizlar bu shu sababdan bizlar nurg'un vaqtimizni, nurg'un enerjimizni, kuchimizni
biz Uyg'urlar terrorist emas deb shuni tonutishga, Uyg'urlarning terrorist bu emasligini isbotlashga sarf qilish majburiyatida qoldik endi. Nurg'un vaqtimiz shunga ketdi. Chunki nega bo'lsak, bir siz bilan ko'rishgani boramdiq, bir davlat arboblar bilan ko'rishgani boramdiq, bir tashkilotlar bilan ko'rishgani boramdiq. Har qanday yerga bo'lsak, oldimizga shu savol chiqdi. Sizlarning terrorizm bilan munosabatinglar bormi? Sizlarningki bu Sharq Turkiston islomiy harakati bilan munosabatinglar bormi degan savol chiqdi. Andan keyin biz o'zimizni tushuntirish, bizning terrorizm emasligimizni tushuntirish, terrorizm bilan munosabatimizning yo'qligini tushuntirish majburiyatida qoldik. Biz ham da Amerika hukumatining qaroridan keyin Amerikadagi Uyg'urlar mesela darhol harakatga o'tdik. Amerikaning rasmiy doiralari bilan ilib borgan uchrashishlarimizda bu qarorning nayta xato ilinganligini, Xitoy hukumatiningki butun Uyg'urlarni hamda terrorchi deb terror qalpiga kaydirib, keng ko'lamda bostiradiganligini bularga tushuntirishga tirishdik. Shuning bilan birga bulardan bu qarorningki darhol bekor qilinishini, darhol amaldan qoldirish kerakligini bularga uqtadik. Buning uchun nayta jiq yo'l mangdik. Uyg'urlarning Amerikaning bu qarorining qanday umidsizlanganligini bularga tushuntirdik. Elib borgan bu faoliyatlar natijasida bir qism Amerika hukumat amaldorlari biroz masalani tushunishga boshladi. Buningdan sirt yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan munosabatga o'tdik, aloqa qurdik, bularga masalani tushuntirdik. Bo'libmi shu xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti ve xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq dunyodagi muhim kishilik huquq tashkilotlari harakatga o'tdi va safarbarlik boshladi. Shu islomiy harakatninki bu terrorist tashkilotlar tizimiga kirgizilishi Amerika tarafidan, Xitoy tarafidan, Xitoy buni Uyg'urlar uchun bir fojia bo'lganligini, Xitoyning bundan foydalanib begunoh Uyg'urlarni tinchlik bilan, terrorizm bilan hech qanday munosabati bo'lmagan Uyg'urlarni bostiradiganligini bular o'tirib qo'yib, nurg'un harakatlarni ilib bordi. Bundan keyin biz 2002-yili yana bo'lgan bir masala, 2002-yili biz Amerika tashqi ishlar, shu chog'dagi tashqi ishlar yordamchi ministri Lorna Kreiner efendim bilan ko'rishgan. O chog'da bu Amerikadagi Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Olim Saytov, men muavin raisi o tashkilotning, shuningga biz yo'l mangdiq boshlandi. Bu tashkilotningki rahbarlari bo'lish sifatimiz bilan bu Amerikalik hukumat arboblari bilan ko'rishib boshlagan. Shu chog'da bu bir necha qatim ko'rishganda, uchrashgandan keyin shu 2002-yilning oxirida bu Lorna Kreiner efendim bizga shu dekabr oyida Xitoyga ziyoratda bo'lganligini, Xitoyga borganligini, bu ziyoratida jarayonda Sharq Turkistonga borganligini va Urumchi universitetida, Şinjan universitetida bir nutq berganligini va bu nutqda Uyg'urlarning terrorist emasligini ochiq oshkora shaklda bayon qilganligini bizga aytdi. Ammo biz dedikki, sizningki bu degan gaplaringiz buni faqatla shu Xitoy hukumati o'zi o'rinlashtirgan shu yig'inga qatnashish uchun o'rinlashtirgan o'quvchilar va o'qituvchilar anglaydi. Buni xalqimiz anglamaydi. Xalqimiz bak umidsiz hozir. Bu Amerikaning bu qaroridan bak umidsizlanib ketdi. Shunga bir ish qilinglar desak, ondan keyin bu Lorna Kreiner efendim dedi, "Amsa men berib nutqimni berma. Sizlar qarab beqinglar. Agar Xitoy hukumati buni sensor qilib, nima boshqalarning anglashiga yo'l qo'ymagan bo'lsa, xabarlarda chiqmasa, men kelgandan keyin biz o chog'da Olim Saytovmi, menmi Erkin Osiyo radiosida ishlayotdik. Dediki, men kelgandan keyin meni o'sha Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga taklif qilinglar. Men berib shu Urumchida Şinjan Üniversitesi bergan bayonotimni qaytadan men shu radio orqali beray va bu Uyg'urlar shu radio to'lqinlari orqali bu meningki nima deganligimni, Uyg'urlarning terrorist emasligini Amerikaningki qat'iy bir shaklda bayon qilganligini anglashini men xohlayman dedi. Andikinza Lorna Kreiner efendim bu ziyaratidan qaytib kelgandan keyin bizning radioga keldi, taklif qildik. Shu yerda Urumchi Üniversitesi bergan nutqini yana qayta shu yerda radio bizningki Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi orqali yana berdi. Andikinza
bu yerda yana yani night çoğun rol oynagan şu nima adamlarning birisini yani deyishim kerak. Bu xalqaro kechirim tashkilotininki Amerika sho'basininki boshliq vaqti T. Kumar efendim. T. Kumar efendim şu Sharq Turkiston İslami hareketini terörlük tizimligidan chiqarilishi uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatdi. Bizninki har qanday qatnashgan cho'ng yig'inimizda Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi nurg'unlagan yig'inlarda shu T. Kumar efendim birinchi bo'lib shu deydigan gapi Amerikaga Uyg'urlarga yordam qilaman desa birinchi bo'lib shu Sharq Turkiston islomiy harakatini bu terrorlik tizimligidan chiqarish kerak. Bu butun Uyg'urlarga bo'lgan besimning bu bostirishninki boshlanishi mushu bo'ldi deb davomli deb keldi. Shuning uchun bu T. Kumar efendimning xizmatlarini bu yerda bir ketim taqdirlashimiz kerak deya shu Sharq Turkiston islomiy harakatiningki terrorlik tizimligidan chiqarilishida o'ynagan rolini. Aynan 2003 yılı dekabr ayında Xitay hükümeti 4 Uygur teşkilatı ve 11 şəxsini terörçi teşkilat ve şəxslər deb ilan qıldı. Bu 4 Uygur teşkilatının içinde Şərq Türkistan İslami Hareketi var, Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı var, onun dikinizde Şərq Türkistan İnformasyon Merkezi ve Şərq Türkistan Azadlık Teşkilatı. Bu teşkilatlarını terörist teşkilat ve şəxslərini terörçi deb ilan qılgandı ki, biz yani hükümet bile münasebetli öttük. Onun ikinizde şu 2003 yılının ahirki günleri de Amerika Tashqi ishlar Ministerliği'de içilgan bir yığında ben Alim Seytov ve Mehmet Tohti üçeylen bu 4 Uygur teşkilatını ve 11 şəxsini üyede axladık. Bular hakkında malumat verdik. Bularning hiç qaysinki terörizm bile münasebeti bulmağanlığını. Bu teşkilatlarning Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın öndekinizde bu Şərq Türkistan İnformasyon Merkezi'nin çünkü bizden kolumuzda bu teşkilatlar hakkında nurgun malumatlar var. Ben çünkü iki qitim şu Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'nın reisi bo'lgan o teşkilatımızdaki nizamnamesinden tatip teşkilatımızdan qaysi xalqaralıq kişilik hukuk teşkilatları bilen münasebetinin bağlılığının qanday işbirligi qılıvatqanlığının hemmisini bu yerda o'ttirib qo'ydik. Bundan bir yaxshi bir tushuncha bergan bo'ldik ularga. Ular dedi ki biz bu Şərq Türkistan İslami hareketini terörlük teşkilatı deb ilan qilgan bilan bu yani qolgan kuchini biz ilan qilmadik. Buningga biz qo'shilmaymiz deb shu yerda ifoda bildirdi. Ondan keyin 2004 ayda bir Amerikalık dostumuz beni çağırıp şu hükümet əməldarlarının biri dedi ki biz şu Guantanamo'da 22 Uygur var. Bunların hemmisini biz vaziyetini bilimiz. Biz bular bilan söhbət qilgan çağda bunların hemmisininki faqatla hiç asker bo'lganligini bu yerda hech qanday bir bu Şərq Türkistan İslami hareketininki yuqori darajalik bir o'rinlarda ya olmaganligini uqdik. Shuningga Şərq Türkistan İslami hareketini sizlar gapini qilasizlar. Bunu yaxshi tushuntirish uchun biz mushu Şərq Türkistan İslami hareketininki rahbarlik qatlamida bo'lgan bir adamlar bilan kurashtirsan bizni dedi. Dedim ben o çağda dedim ki bu ben biraz işte tatındım dedim ki bular bilan ben kurashtirib onun dikinze bir mesele çıkıp kalmasın da ben dedim ki ben bular bilan benim alakam yok dedim ben de. O çağda terörlük teşkilatı da ilan kılıngan bir teşkilat bilan bunda hiç münasebetli olsak bulmaydı da bular bilan nimem yok menimki ularning hozirgi rahbarlarini tanımayman bilmayman desem keyin yana bir dostumuz undan ya bu nayt ya foydali bir ish agar şu bir Şərq Türkistan İslami hareketininki yuqori qatlamida o'rin nima vazifa olgan bir odamni tanıştıra alsan şunun bilan biz bir söhbət ib barsak bu nayt yaxshi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Sizlar hozir da'vatsizlar o terrorlik bilan münasebeti bo'lmagan deb biz hozir bu Xitoy hukumatining bergan ma'lumotlari var. Lekin o'zlari bilan so'zlashgan chaqda bizning savollarimiz var. Shu savollarimizga bir javob bersa bizningki texmo ilaqi pozitsiyamiz bu yoqda ochiq bo'ladi deb dedi. Dedi shundan keyin ma'qul deb Şərq Türkistan İslami hareketida burun vazifa olgan
bazı kişiler bilan bir munosabatga o'tdim. O'tgandan keyin o'sha burun o'sha Hasan Mahsum efendimniki muavin reisi bo'lgan Ablajon Qorim bilan munosabatga o'tdim. Ablajon Qorim bilan so'zlashdim. Men Ablajon Qorim bilan Pokistonda kurashgan, u chaqda kurashgan chaqda bu gaplari nihoyat boshqa yanziraqdi. Lekin men dedim, endi hozir mushundaq terrorlik tashkilot tizimiga kirgizildi. Buning oqlash uchun hamda Guantanamodagi bolalarni oqlash uchun bu tashkilotni yaxshi tonishtirish kerak. Mushuninga sizlar bir yordam qilsizlar desam, bo'ladi, men yaxshi gap qilaman, musha tashkilot haqida durust ma'lumot beraman dedi. Degandiki, undan keyin men bu nima bilan billa kishi bilan billa Istanbulga bordim. Istanbulga berib bu suhbatimiz bo'ldi Ablajon Qorim bilan. Ablajon Qorim shu suhbat jarayonida islomiy harakatninki nima ish qurilganligi, maqsadining nima bo'lganligi, Amerikaga qarshi qanday bir pozitsiyada bo'lganligi, bularning hammasini tushundirdi. Nayt yaxshi bir tushuntirish bo'ldi. Tushuntirish bo'lgandiki, bu yerga qaytib kelgandiki, bu shu Sharq Turkiston islomiy harakatini Amerika amaldorlarining yaxshi tushunishi uchunmi yaxshi bir fursat bo'ldi endi. Chunki bu keyin bir maqolama e'lon qilindi bu yerda. Shu suhbatninki jarayoni haqida bu maqolama nayt yaxshi bir ta'sir qo'zg'adi. Bundan keyin endi 2005-yili Rabia xonim turmadan chiqib Amerikaga keldi. Amerikaga kelgandiki Rabia xonim bu ishlarning beshiga o'tgandan keyinmi Rabia xonimmi shu Sharq Turkiston islomiy harakatini terrorlik tizimligidan chiqarish uchun nurg'un faoliyatlarni ilib bordik, birga ilib bordik. O chaqda Olim Saytov, Nuri Turkal apandim bor, men Rabia xonim bo'lib nurg'un faoliyatlarni ilib bordik. Masalan, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Colin Powell apandim, ya'ni shu tashkil Sharq Turkiston islomiy harakatini terrorlik tashkilotga kirgizishda qaror bergan kishilarning biri bo'lgan Colin Powell apandim bilan ko'rishib, buningki qanday Uyg'urlarga bir kulfatlarni elib kelayotganligini, kelgusidimi Xitoy hukumatining shuningdan foydalanib Uyg'urlarni keng ko'lamda bostiradiganligini, shuning uchun bu qarorningki bekor qilinishi kerakligi to'g'risida bu talabda bulundik. Uningdiki yana mush qarorning ilinishida asosli rolni o'ynagan sobiq Amerikaning tashqi ishlar muavin ministri Richard Armitage efendim bilan ko'rishdik. Ko'rishib Armitage efendimga buni tushundirdik. Ya'ni buni Xitoy hukumati hozir butun Uyg'urlarni, butun Uyg'ur tashkilotlarini mush terrorlik qalpiga kiygizib terrorchi deb ko'rsatyotdi. Mushu qarordan nayt foydalanib, suiiste'mol qilib nayt foydalanib ketib bordi. Buning oldini olish uchun, kelgusida yana cho'ng fojialarning oldini olish uchun shu Amerikaningki bu qarorni bekor qilinishi kerak deb o'sha talabimizni o'tirib qo'ydik. Ondan keyin 2009-yilda kelgan chaqda o'sha Guantanamoga Xitoy soqchilarining kelib, ondan keyin u yerdagi bolalarni so'roqqa chiqarishganligi, ularningki rasmlarini tatganligi bu oshkorlanib chiqdi. Chiqqandan keyin o'sha 2009-yilda kelgan chaqda bu Amerika kongressida, Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi bu tashqi ishlar sho'bi komitetining raisi Bill Delahunt efendim mush qarorni bekor qildirish uchun nurg'un yo'l mangdi. Netchiligan guvohlik yig'inlarini uyushtirdi Amerika kongressida. O guvohlik yig'inlaridan birida yana Rabia xonim so'z qildi. Andikinza eng muhim guvohlik yig'inlarining biri Amerikaningki sobiq tashqi ishlar yordamchi ministri. Masalan, mush qarorning ilinishida rol o'ynagan shaxslarning biri bo'lgan Amerika tashqi ishlar yordamchi ministri Randy Schreiberning guvohlik berishi edi. Uni yig'inga shu guvohlik berishga taklif qilibdi. Shu guvohlik berish yig'inida nima bo'ldi desangiz, yig'inni boshqargan Bill Delahunt efendim bu sobiq tashqi ishlar yordamchi ministri Randy Schreiberni qistab shunda dedi: "Mush qaror sen bishadi uchiqda. Mush qaror xato bir qarormiti, ilinishi xatomiti, to'g'rimiti? Mushunga sen javob ber" dedi. Mush to'g'ri qarormiti, xato qarormiti dedi. Randy Schreiber efendim gapining oxirida andikinza: "Ya bu
xato bir qaror bo'lgan. Shu chaqda bir xatolashgan Amerika mush qarorni elishdi dedi. Yani çoğun bir nima bo'ldi dedim hamda itiraf qildi-da Amerika hukumatı, Amerika Tashqi ishlar ministri bu qarorni ilingan qarorning xato bo'lganligini bu yerda o'zi itiraf qildi hamda. İtiraf qilgan bo'ldi. Rahmat, hurmatli Ömerxon efendim. Ayni chog'da Amerikaning Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tashkilotlar tizimligiga kirgizishiga sabab bo'lgan omillar zodi qaysi shu haqida bir to'xtalib beramiz. Hamda buningga nimasi jiq ma'lumotlar qaraganda hamda shu chog'da hamda Amerika Iroqqa kirish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengeshidan qaror chiqarish kerakdi. Buning uchun nihoyatda tirishayotdi. Shuningga hamda bu Xitoymi bilasiz Bexatarlik Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengeshining a'zosi. Xitoyning hech bo'lmasa bu Amerika mushundaq bir qarorga qarshi chiqmasligini qo'lga keltirish uchun Amerika hukumati bu yerda Uyg'urlarni qurbon qilib Xitoyninki talebiga asosan bu Sharq Turkiston Islomiy harakatini terrorlik tashkilot deb e'lon qilgan. Ya'ni bir siyosiy savdoninki bir qurboni bo'lgan shu chog'da. Amerika bilan Xitoy orasida. Rahmat, hurmatli Ömerxon efendim. Yuqorida bu jarayonda Sharq Turkiston Islomiy harakatining ba'zi rahbarlik qatlamidagi kishilar bilan aloqa qilganligini aytib o'tdingiz. Endi Amerika ayni chog'da Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tashkilotlar tizimiga kirgizib uzun o'tmaylar siz marhum Hasan Maqsumni Erkin Osiyo radiosining nomida ziyorat qilgan edingiz. Buning jarayoni qanday bo'lgan? Sizning marhum Hasan Maqsumni ziyorat qilishdagi asosiy maqsadingiz shu chog'da nima edi? Shu haqida bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Önce uçağdaki asaslık maksat şu Şarkı Türkistan İslami hareketininki terörizm bile ve halkara terörlük teşkilatları bile münasebetinin yokluğunu bu teşkilatınki reisi bolgan Hasan Maqsumning ağzıdan halkara cemaatke tuyguzuştu. Bu nima bile nurgun tirishchanliklardan keyin aloqa qura oldik. Chunki u chog'da men Washingtonda turib aloqa qurdik. Qurgandiki keyin undaki Hasan Maqsum efendim o'zi menga telefon qildi. Telefon qilib men shundaq deb tushundim zaten Hasan Maqsum efendimga. Dedimki bu shundaq hozir Xitoy hukumati Sharq Turkiston Islomiy harakatini terrorlik tashkiloti deb ondakinza Amerikaning buni bundaq bir qaror elishidan keyin hozir bu xalqaro jamoatni shundaq qaymoqishlar bo'lyotdi. Buni yaxshi tushuntirishimiz kerak. Çünkü bu bizge balay afet elip keldi. Xitoy hukumati bundan foydalanib Uyg'urlarni ya keng ko'lamda bastırdı. Hamma hareketimizni terrorga bağlaydı. Şunun için bu şahta bir tushuncha bersangiz desam, bo'ldi dedi. Bo'ldi deb shuning bilan o'zi menga telefon qildi. Telefon qanchada shu telefonda hamda Hasan Maqsum o'z og'zi bilan Sharq Turkiston Islomiy harakatiningki terrorlik tashkiloti bo'lmaganligini, buningki asosli maqsadininki ve Sharq Turkiston'ni Xitoydan qutuldirish, Xitoy qarshi bir kurash qilish ekanligini, uningdakinza Sharq Turkiston tashkilotining eng muhim yeri Sharq Turkiston tashkiloti Islomiy harakatiningki xalqaro terrorlik tashkilotlari bilan, bo'libmi Al-Qoida bilan hech qanday bir tashkiliy munosabatiningki bo'lmaganligini bu yerda ochiq bayon qildi. Bayon qilib hatto bu şu ilip verilgan Washington'da, New York'ta ilip verilgan terörlük teşkilatlarını mı o bir yerde ayıplayan oldu. Bu naiti çoğun ve bununki naiti ölümü oldu değil mi? Çünkü şu çağda bayan dep ötkenimdek bu dünya matbuatıda Uygur terörizmi, Uygurlarınki halkara terörlük teşkilatları bile boğan münasebeti to'g'riliq nurg'unlagan xabarlar chiqishga boshladi. Xitoy hukumatining tashviqoti bilan. Chunki Xitoy hukumati Uyg'urlarni bu xalqaro terrorizmga bog'lash, xalqaro terrorlik tashkilotlar, masalan shu Al-Qoidaga o'xshash tashkilotlarga bog'lash uchun tirishchilik ko'rsatgan. Bu shu shaklda o'zini g'arb davlatlariga o'xshash terrorning qurboni bo'lganligini isbotlab bu Uyg'urlarni bostirishni maqsad qilgandi. Hasan Maqsum efendimninki bu sözleri, bu yerda qilgan sözleri naite çoğun qo'lg'uli qo'zg'adi. Shuningga bu shu suhbatdan keyin
xalqaro matbuotlarda chiqqan xabarlarga qarasangiz, u xabarlarda Xitoy hukumatı Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblayotdi. Uyg'urlarningki xalqaro terrorlik tashkilotlari bilan zich munosabat borligini da'vatidi, lekin Sharq Turkiston Islomiy harakatininki raisi Hasan Mahsum Sharq Turkiston Islomiy harakatininki hech qanday xalqaro terrorlik tashkilotlari bilan munosabati yo'qligini bayon qildi deb shu xabarning oqistilla har qachon Hasan Mahsumninki buni rad qilganligini u yerda ifodalab keldi. Bu shuning uchun nihoyatda yaxshi bir unumli bir suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat, hurmatli Umarxon apandim, yuqorida nihoyat qimmatli ma'lumotlarni bergan bo'ldingiz. Endi oxirida bir savol bilan oxirlashtirsak, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkiston Islom markazi tashkilotini Amerikaning terrorist tashkilotlar tizimligidan chiqarganligi Uyg'ur milliy harakatiga bunday qanday ta'sirlarni ko'rsatdi? Buni ta'siri cho'ng bo'ladi, chunki hozirgacha Xitoy hukumatı o'sha Uyg'urlarni terrorizmga bog'lab jazolayotdi. O'sha lagerlarni terrorizm qarshi urushninki bir qismi deb ko'rsatyotdi. Shuning uchun endi bu nimasi bahonasi o'tirdan yo'qolgan bo'ldi endi Xitoyninki. Xitoy davomlashtirdi buni, lekin xalqaro nimada o'sha Amerikaning bundaq degini xalqaroda cho'ng o'chaqda ta'sir qo'zg'agan, chunki xalqaro terrorizm qarshi urushni Amerika boshlatgan o'chaqda. Shuning uchun nurg'unlagan davlatlar, nurg'unlagan tashkilotlar Uyg'urlarga bir yordam qilishda biroz taraddudda qolgan masalan shu chog'da. Chunki bular terrorizm bilan munosabati bormidi, terrorlik bilan bir aloqasi bormidi, shunga diqqat qilaylik deb bayon deb o'tganimdek her yerga borsak bu masala o'tirg'i chiqqandi. Endi bundan keyin o'tirg'i chiqmaydi, ammo xeyli vaqt bo'lgan, tugagan, ammo bu tizimlikdan chiqarayotganligi albatta bu nimani oqlagan bo'ldi hamda Amerika o'sha Sharq Turkiston Islomiy harakatiningki terrorizm bilan munosabatining yo'qligini qabul qilgan bo'ldi. Bu nayti Uyg'urlar uchun yaxshi bir qaror, ta'sir bo'ladigan bir qaror xalqaroda deb o'ylayman. Chunki Xitoy texi davomlashtirmoqchi buni. Xitoy hozirmi shuni da'vatidi. Buningdan kimmi bu terrorizm nimasini tashlamaydi Xitoy. O'sha terrorizmni qalpoq qilib turib, Uyg'urlarga bu terrorist qalpog'ini kiygizib turib Uyg'urlarni yo'q qilishga tirishadi. Ammo bu nimada endi bir oldini to'salgan bo'ladi deb o'ylayman. Bundan keyin nurg'unlagan boshqa tashkilotlarningki, xalqaro jamoatningki, ba'zi davlatlarningmi bu Uyg'urlarga endi boshqa yangiza bir qarashig'imi yo'l ochadigan bir qaror deb qarayman. Hurmatli Umarxon apandim, oxirida yana bir qaytim yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat. Sizga rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sunduq. Keyin qaytimliq programmamizni ko'rishaylik, yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh.